Hop akalar, yana bir narsani aytib o'taman. U kanaldagi videolarda sizni ovozingiz bormi, yo'qmi? Misol uchun yangilik kanallar, hikoya kanallar, o'zbek, rus, ingliz, fransuz tilidagi shunaqa kanallar, ya'ni ovoz bilan qilinadigan kanallar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sababi bu bo'yicha taktikalar, strategiyalar deydi. O'sha narsalarni yig'ib qo'yganmiz, o'shalarning bittasini qo'llab, sizlarnikini ham sekingina ham qo'yaveramiz. Xizmatlar o'sha. Narxlar qimmatlagani yo'q hali. Aloqaga chiqasizlar, sekin o'xshasa hal qilib beraman. Yana bir aytib o'taman, 90 kod bilan 690 94 misol uchun yangilik kanallar bo'ladigan bo'lsa ham, xudo xolasa men 100% demayman, 90% holatda muvaffaqiyatli bo'lishi kerak. Endi aloqaga chiqinglar, u yoqdan sekin gaplashamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar akalar? Charchamayapsizlarmi? Hop. Men o'tgan galgi videoda aytgandim, apellyatsiya yuboryapmiz deb sizlarga. Gap isboti bilan deganda, mana for YouTube team deganman, apellyatsiya 4 minut 27 sekund bo'lgan. Bu yoqda mana dollarchalar yongan, monetizasiyamiz qayta tiklandi akalar. Ko'rayotganimizni kanal monetizasiyasi tiklandi deyapti bu yoqda ham. Monetizatsiya bo'limiga o'tib ko'ramiz. Siz YouTube hamkorisiz. Va o'sha chotki akalar, kimda mana shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar 90 kod bilan 690 94 75. Shunaqa xizmat bo'lsa aytaverasizlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ovoz bilan qilinadigan yo'nalishlar, любой ingliz, rus farqi yo'q, chiqaveringlar.